to'g'ri parvarish tartibi kunduzgisi haqida gaplashamiz. Birinchi o'rinda penka. Penka bu tozalash. Ikkinchi o'rinda toner. Toner bu namlash. Uchinchi o'rinda bu sivritka. Sivritka bu vitaminlar. To'rtinchi o'rinda bu krem. Krem bu himoya. Beshinchi o'rinda bu asosiy narsalardan men uchun bittasi bu ko'zimizni tagiga krem. Bu krem ko'zimizga svejest berib turadi va atrofini yayratadi. Shunaqa rollari bor, doim muzlab turadi. Esaslab, chiqarasizlar. Oltinchi o'rinda SPF. SPF bu yuzimizga himoya va qarishni oldini olish. Buni hamma ishlatishi kerak. Men sizlarga o'zimni tartibimni tushuntirib berdim. Sizlar xohlagan narsalarni ishlatishinglar mumkin, o'zingizlarga tushadiganini. Shunchaki men sizlarga etapma-etap nimalar ishlatish kerakligini kunduzgi vaqtda aytib beryapman. Sog' bo'linglar.